Fikrlar bizniki emas. Biz ularga ulanadigan antenaga o'xshaymiz. Bu g'oya shuni anglatadiki, har bir o'y yoki fikrni mening haqiqiy o'yim deb qabul qilish shart emas. Inson ongiga kun davomida juda ko'p fikrlar keladi. Ularning ayrimlari qo'rquvdan, ayrimlari odatlardan, ayrimlari tashqi muhit ta'sirida paydo bo'ladi. Masalan, ertalab uyg'onib, mendan hech narsa chiqmaydi degan fikr kelishi mumkin. Oradan bir necha soat o'tib, men buni uddalay olaman degan fikr keladi. Agar fikrlarning barchasi mutlaq haqiqat bo'lganida, ular bunday tez-tez o'zgarmas edi. Antenaga o'xshatishi shuni anglatadiki, agar siz doimo qo'rquv, xavotir va salbiy ma'lumotlar bilan yashasangiz, ongingiz ko'proq shunday fikrlarga e'tibor bera boshlaydi. Agar siz xotirjamlik, minnatdorlik va foydali ishlarga ko'proq e'tibor qaratsangiz, ongingiz boshqacha fikrlarni ham ko'proq ilg'aydi. Shu bilan birga, ilmiy nuqtai nazardan fikrlar miyamiz faoliyati natijasida yuzaga keladi. Har bir fikrga darhol ishonish shart emas. Uni kuzatish, baholash va foydali yoki foydasizligini ajrata olish mumkin. Siz fikrlaringiz emassiz. Siz fikrlarni kuzata oladigan insonsiz. Qaysi fikrga e'tibor berishingiz va uni amal bilan davom ettirishingizni esa o'zingiz tanlaysiz. Bu tanlov vaqt o'tishi bilan odatlaringizni va hayotingizni shakllantiradi.